Assalomu alaykum. Bugungi video kontentimiz b-advice.uz sayti haqida bo'ladi. Ya'ni b-advice.uz saytining imkoniyatlari, kirish qanday foydalaniladi, undagi ma'lumotlar, uning imkoniyatlari haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Birinchi o'rinda biz Google yoki Google Chrome. O'sha biz Google'ga kirib olamiz va bu yerga qidiruvga advice saytga to'g'ridan to'g'ri olib o'tadi. Telefonda saytning ko'rinishi xuddi shu holatda bo'ladi. Ya'ni bunda b-advice.uz saytining asosiy maqsadi haqida to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni bu asosan o'sha tadbirkorlarga maslahat, tadbirkorlikni boshlash uchun undagi asosiy imkoniyatlar, ya'ni unda investitsiyalar va tadbirkorlik uchun kerak bo'ladigan o'sha loyihalar haqida ma'lumotlar beriladi. Bundan tashqari esa o'sha qonunchilikda keltirilgan normalar va boshqa takliflar va maslahatlar berib o'tiladi. Bundan tashqari o'sha kirganimizda bizda xuddi mana shunday oyna, ya'ni bosh menyu ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bunda birinchi o'rinda biz o'sha sayt haqida ma'lumot, loyiha haqida degan, ya'ni o'sha advice.uz sayti haqida ma'lumot uchun loyiha haqida degan joyga bosamiz. Bu yerda bizga biznes maslahat yoki biz haqimizda loyiha haqida bilishimiz mumkin bo'ladi. Bunda biz o'sha sayt haqida, portal haqida bu yerda ma'lumotlar keltirilgan. Ya'ni bunda o'sha davlat xizmatlarini rivojlantirish ilmiy-amaliy markazi hamda madad nodavlat tijorat tashkiloti o'rtasidagi hamkorlik memorandumi imzolandi. Ya'ni bunda 2014-yil 31-avgust kuni poytaxtimizda Xalqaro forumlar saroyida O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 26 yiliga bag'ishlangan tantanali marosimda O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida deydi, ya'ni xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari davlat organlari xalqimizga xizmat qilishi kerak degan mavzuga bag'ishlaydi. Ya'ni bunda o'sha O'zbekiston Respublikasining Prezidenti davlat xizmatlarini ko'rsatish infratuzilmasi to'g'risidagi Prezident farmonini imzolaydi. Ya'ni bunda 6296 sonli farmon bo'lib hisoblanadi. Bu farmonda aholiga interaktiv xizmatlarni rivojlantirish, masofaviy xizmatlarni takomillashtirish bo'lib hisoblanadi. Bunda o'sha asosiy maqsadlar aholining turli ijtimoiy guruhlariga xizmatlardan yuk tashish orqali davlat xavfsizligi va ilmiy tahlil qilish, davlat respublika xizmatlarining barchaga kirib borish holatini tahlil qilish va nazorat qilishda istiqomatning aholining davlat xizmatlariga bo'lgan talabini o'rganish, vakolatli davlat organlari va tashkilotlari davlat xizmatlari ko'rsatilishida undiriladigan to'lovlarning maqbulligini doimiy tahlil qilish, ilmiy xizmatlar, shu davlat xizmatlari markazlari tashkil etilgan va elektron tashkil etilgan lavhalar ishlab chiqish. Bundan tashqari o'sha davlat xizmatlarini ko'rsatish ilg'or tajribalarni O'zbekiston Respublikasiga amalga oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqarish bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari o'sha davlat xizmatlarini va biznes jarayonlarini reinjineringini xalqaro va ekspert bilan doimiy olib borish hisoblanadi. Bundan tashqari o'sha sayt haqida ma'lumotlar berilgan. Keyingisi esa, ya'ni biznes maslahat bo'limiga o'tadigan bo'lsak, saytning asosiy maqsadlari keltirib o'tilgan hisoblanadi. Ya'ni bunda tadbirkorlik faoliyatingiz uchun o'sha har tomonlama
ko'mak yo'lida yangi biznesga maslahat Interfol axborot portali ishlab chiqish jarayonida hisoblanadi. Ya'ni bu portal Adliya vazirligining tashabbusi bilan ishlab chiqilgan portal hisoblanadi. Bu portal oldin ya'ni Buyuk Britaniya, Singapur, Avstraliya va Yangi Zelandiya kabi ilg'or rivojlangan davlatlarda nazoratdan o'tgan va o'rganilgan va ularda qo'llanilgan bo'lib hisoblanadi va keyinchalik bizga ham kirib kelgan hisoblanadi. Tadbirkor faoliyatiga to'g'ridan to'g'ri taalluqli bo'lgan soliq, bojxona, bank, yer olish va shu kabi sohalarda malakaga ega bo'lgan 15 ga yaqin mutaxassislar portalning kerakli bo'yicha tizimni amalga oshiradi. Bundan tashqari shu portal haqida ma'lumotlar va bu portalni ishga tushirish uchun bunday ro'yxatdan o'tish, ya'ni bunda biznesga maslahat portalidan Interfol tarmog'i orqali shaxsiy kompyuter qurilmasi, balki mobil aloqalarda ham kuzatish mumkin hisoblanadi. Bunda mobil telefonlar uchun ilova ishlab chiqilgan hisoblanadi va kompyuterlarda internet saytlar orqali ko'rib chiqish hisoblanadi. Bundan tashqari yana bunda O'zbekiston kashf eting. Ya'ni bu yerda hali ma'lumotlar qo'yilgan hisoblanadi. Ya'ni bu O'zbekistonda bo'lib o'tgan asosda. Ya'ni bu yerda yangiliklar bo'limi bor. Bunda saytda bo'ladigan yangiliklar, ya'ni bunda tadbirkorlik subyektlari faoliyati tekshirilganda biznes ombudsmanda harakat qiladi. Ya'ni bunda tadbirkorlar uchun kerakli bo'lgan yangi ma'lumotlar, yangi imkoniyatlar yoki qandaydir o'zgarishlar, ya'ni qonunda bo'ladigan yoki investorlar haqida ma'lumotlar bu yerda keltirib o'tilgan hisoblanadi. Yuqori sanoat reytingiga ega bo'lgan tadbirkorlik subyektlarini rag'batlantirish. Ya'ni bu yerga kiradigan bo'lsak, ya'ni yuqori sanoat reytingiga ega bo'lgan tadbirkorlik subyektlarini rag'batlantiriladi. Ya'ni yuqori sanoat reytingiga ega bo'lgan tadbirkorlar subyektlari rag'batlanadi. Ya'ni prezident imzolagan qonunga ko'ra soliq indeksiga qo'shimcha va qonunlarga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritilgan hisoblanadi. Bunda shu yuqoridagi iqtisodiy reytingga ega bo'lgan tadbirkorlar va subyektlarga nisbatan soliq bo'yicha HQIS mustasno yuklanib to'langan summani ishlab chiqishda 3 kunlik muddatga amalga oshiriladi. Ya'ni reyting bo'yicha 3 bosqichdagi tadbirkorlik subyektlariga nisbatan esa soliq o'tkazilmaydi. Ya'ni o'sha soliq bo'yicha qabul qilingan yangi qaror va loyihalar haqida yangiliklar kiritilgan hisoblanadi. E'lonlar, har xil yangi biznesga aloqador ma'lumotlar keltirilgan hisoblanadi. Buni qonuniy asoslar ham keltirilgan bo'ladi. Bundan tashqari bu yerda dialektika, ya'ni bu yerda bizneslar, ya'ni investorlar haqida ma'lumotlar, biznes rejalar, yangi qo'yilgan loyihalar haqida ma'lumotlar qo'yilgan hisoblanadi. Misol uchun ko'radigan bo'lsak, biz buni kattaroq variantda ko'rishimiz ham mumkin. Ya'ni bu yerda O'zbekistonga investitsiyaga tekshirish, ya'ni investorlar uchun qo'llanma inglizlarda. Ya'ni bunda O'zbekistonga kirmoqchi bo'lgan, ya'ni o'sha o'zini investitsiya kiritmoqchi bo'lgan xorijiy investorlar uchun ma'lumotlar. Bunda biznesni rivojlantirish uchun o'sha ilmiy kitoblar keltirib o'tilgan. Bundan tashqari ruxsatnoma olishimiz mumkin hisoblanadi. Ya'ni bu turar joy ixtisoslashgan yoki noturar joy boshqaruv uchun ruxsatnoma olishimiz ham mumkin hisoblanadi. O'sha bu yerda aytganimizdek, biznesni boshqarish uchun kerak bo'lgan hujjatlar, ma'lumotlar,
va rivojlantirish uchun qo'llanmalar va bundan tashqari xorijiy investorlar yoki o'zimiz mahalliy investorlar uchun kerak bo'ladigan ma'lumotlar keltirib o'tilgan hisoblanadi. Bundan tashqari yangiliklar bo'limi ham mavjud hisoblanadi. Bu yerda biz yuqorida aytganday qonunchilikdagi o'zgarishlar yoki tadbirkorlar uchun foydali bo'lgan ma'lumotlar bu yerda keltirilgan hisoblanadi. Misol uchun bu yerga kirib ko'radigan bo'lsak, ya'ni Sirdaryo viloyatida kuchli investitsion hudud va logistika hubiga aylanadi. Ya'ni bunda o'sha Sirdaryo viloyati uchun ajratilgan qandaydir bir imkoniyatlar yoki tadbirkorlar uchun maxsus imkoniyatlar, imtiyozlar haqida ma'lumotlar berilgan hisoblanadi. Bundan tashqari biznes ko'rsatkichi bu bo'lim orqali, ya'ni o'sha hududlarda tadbirkorlikni rivojlanganlik darajasi ko'rsatkichlarini hisoblash va baholash bo'yicha avtomatlashtirilgan onlayn axborotni olishimiz mumkin hisoblanadi. Ya'ni hududlarda tadbirkorlikni rivojlanganlik darajasini baholash O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi ham Adliya vazirligi tomonidan nizom asosida yarim yillik va yil yakunlari bo'yicha amalga oshiriladi. Baholash yakunlari bo'yicha tadbirkorlikning rivojlanganlik darajasi namunali deb topilgan hududlarning ijobiy ish tajribasi boshqa hududlar o'rtasida ommalashtirish bo'yicha tegishli chora-tadbirlar ko'riladi. Ya'ni bunda o'sha shaharlar kesimida loyihalar ishga tushiriladi. O'sha loyihalar qaysi hududlarda o'sha yaxshi rivojlanyapti, uni keyingi bosqichlarda boshqa hududlarda ham ko'rishingiz mumkin hisoblanadi. Bunda o'sha reyting, ya'ni ball berilgan hisoblanadi. O'sha Toshkent shahrida ishga tushgan loyihalar 7.3 ball bilan ko'rsatishda amalga oshirilgan. Bundan tashqari o'sha boshqa tumanlar va viloyatlar kesimida ko'rishingiz mumkin hisoblanadi. O'sha bu yerdagi, ya'ni Xorazm viloyatida o'zini oqlamagan, ya'ni bunda o'sha ko'rsatkichlar juda past hisoblanadi. Va keyingisi o'sha eksport ma'lumotlar qo'yilmagan. Mana bu yerda o'sha eksport bo'limida axborot olish, ya'ni bizda eksport haqida ma'lumot, ya'ni bu qismda eksportga aloqador ma'lumotni olish mumkin hisoblanadi, ya'ni yuklab olish uchun mo'ljallangan. Masalan, o'sha Tojikiston bilan bo'lgan shartnomalar, ya'ni eksport uchun Tojikiston Respublikasidagi qonunchiligi, undagi imkoniyatlar. Bundan tashqari bu yerda kontrakt hujjat shakli yuklab ko'rishimiz mumkin hisoblanadi. Bunda eksport uchun qaysi davlatga eksport qilgan bo'lsa, uning uchun qo'llanilgan qonun, qoidalar haqida ma'lumotlar keltirilgan hisoblanadi. Bundan tashqari biznesni rivojlantirish degan bo'lim ham mavjud hisoblanadi. Ya'ni bunda investitsiya va investitsiya faoliyati obyektlari va subyektlari. Bundan tashqari o'sha sayt haqida muhim savollar, top 10 savol deyilgan. Ya'ni bunda o'sha saytda keladigan asosiy beriladigan savollar, sayt haqidagi ma'lumotlar deb aytishimiz mumkin hisoblanadi. Bundan tashqari 5-savolni ko'rib o'tishingiz mumkin hisoblanadi. Misol uchun, o'sha menga YATST tomonidan to'lanishi shart bo'lgan soliqlar to'g'risida ma'lumot bersangiz. O'shanga kiradigan bo'lsak, savolni ustiga bosadigan bo'lsak, bizga ma'lumot keltiriladi. Ya'ni bunda, ya'ni menga YATST tomonidan to'lanishi shart bo'lgan soliqlar to'g'risida ma'lumot bersangiz. Ya'ni bunda yakka tartibdagi tadbirkorlar o'z ish faoliyatini soliq turlari to'lash shart hisoblanadi. Bunda
ya'ni tovar aylanmasi kalendar yili, ya'ni bir yil davomida 100 million so'mdan oshmaydigan bo'lsa, yassilar uchun qat'iy barqaror soliq to'lanadi. Agar bir yil davomida 100 milliondan 1 milliard so'mgacha bo'lgan summa aylanadigan bo'lsa, ya'ni yassilarda bir yil davomida yassilar uchun esa aylanmadan o'ylangan soliqlar har chorakning 20-sanasida to'lanadigan yillik soliq summasining 4dan bir qismi miqdorida to'lanishi kerak hisoblanadi. Bundan tashqari, o'sha agar tovar aylanmasi 1 milliard so'mdan yuqori bo'ladigan bo'lsa, bir yil davomida yassilar uchun qat'iy soliq 15%, foyda solig'i 0%dan 20%gacha va ijtimoiy soliq va oyiga bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobardan kam bo'lmagan yoki yassi bilan mehnat munosabatlarida bo'lgan jismoniy shaxslar oyining bazaviy hisoblash miqdorining 50% miqdorida soliq to'lash kerak hisoblanadi. Ya'ni bunda yassi uchun, ya'ni o'sha tadbirkorlik subyektlarining har bir jarayonlar uchun kerak bo'ladigan ma'lumotlar, soliq ma'lumotlarini keltirib o'tilgan hisoblanadi. O'sha top 10 savolda qanday ishlash zarur? Bundan tashqari, ishonch telefonlar, ya'ni o'sha barcha yo'nalishlar bo'yicha ishonch raqamlari keltirilgan hisoblanadi. Bunda o'sha qanday kamchiliklar yo muammo yuzaga keladigan bo'lsa, biz bog'lanishimiz mumkin hisoblanadi. Bundan tashqari, investorlarga agar bunda investorlar haqida, ya'ni foyda olish, investitsiya foydali obyektlarga o'zining mablag'larini va qarz mablag'larini yo'q qilish orqali jalb qilingan boshqa investitsiya resurslarini investitsiyalar amalga oshiruvchi investitsiya faoliyati subyekti. Ya'ni bunda investitsiya qilish, ya'ni tadbirkorlik subyektlari yoki o'sha tadbirkorlar bilan sherikchilikda ishlash uchun kiritiladigan pul mablag'lari va ular bo'yicha savollarimizga javob topishimiz mumkin hisoblanadi. Bunda o'sha O'zbekiston misol uchun oladigan bo'lsak, o'sha tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatdan o'tkazish, ya'ni bundan tashqari investitsiya maslahatchisi foydalanish haqida yoki tugatganlik haqida xabarnoma, ya'ni o'sha investorlik faoliyatimizni boshlash yoki o'sha investitsiya kiritishimiz uchun kerak bo'ladigan mablag'lar va o'sha mablag'larni yo'naltirish bo'yicha ma'lumotlar keltirib o'tilgan hisoblanadi. Bundan tashqari, asosiy bo'limlar mavjud hisoblanadi va ommabop xizmatlar. Bunda ommabop xizmatlar ko'ruvchimiz hisoblanadi. Bu yerda tibbiy faoliyatni litsenziyalash, imtiyozlarning turlari, litsenziya olish, elektron tijorat, onlayn faoliyat yuritish yoki xabardor qilish, dehqon xo'jaligi, fermer xo'jaligi, biznes kitoblar, yana bu yerdagi bo'limlar orqali biz o'z faoliyatimizni ro'yxatdan o'tkazish yoki ma'lumotlar olishimiz mumkin hisoblanadi. Bundan tashqari, bir nechta bo'limlari mavjud. Misol uchun, o'sha biznes yuritish bo'yicha bo'lim mavjud yoki biznesni boshlash, biznes yuritish bo'ladigan bo'lsa, o'sha boshqaruv asoslari, buxgalteriya hisobini yuritish, ya'ni bunda o'z faoliyatini yuritish uchun kerak bo'ladigan ma'lumotlar, asosiy hujjatlar, bundan tashqari kerak bo'ladigan barcha ma'lumotlarni olishimiz mumkin hisoblanadi. Misol uchun, bu yerda o'sha litsenziya bor, ruxsatnoma, xabarnoma, bu yerda o'z faoliyatimizni boshlash uchun litsenziya olishimiz mumkin hisoblanadi. Bu ishlab chiqarish bo'ladimi, xizmat ko'rsatish bo'ladimi yoki boshqa bir xizmat turi bo'ladigan bo'lsa ham faoliyatimizni litsenziyalashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu to'g'risida biz
ruxsat olishimiz va litsenziya olishimiz mumkin hisoblanadi. Kafolat va imtiyozlar o'sha har bir sohalar uchun beriladigan imtiyozlar haqida ma'lumotlar berilgan hisoblanadi. Bundan tashqari biz o'sha saytni oxirrog'iga tushadigan bo'lsak, ya'ni o'sha bo'limlardan foydalanish uchun video qo'llanmalar darsda keltirilgan hisoblanadi. Bundan tashqari saytni oxiriga tushadigan bo'lsak, bunda Advice b.advice.uz portaliga qilingan murojaatlar shu kungacha oladigan bo'lsa 457 dona. Bundan tashqari kutish vaqti 15 daqiqa. Ekspert onlayn 2 kishi. Ya'ni biz qaysi saytga foydalanmoqchi bo'ladi, qaysi bo'limdan, qaysi xizmatdan foydalanmoqchi bo'lsak, biz kutish jarayoni 15 daqiqa hisoblanadi. Bunda ekspert bilan onlayn 2 kishi. Bugun bugun hech kimga javob qaytarilmagan va barcha maqolalar, ya'ni 790 dona maqolalar mavjud hisoblanadi. Ya'ni bu statistika bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari bu yerda o'sha oynalarda yangiliklar ko'rib turadi. Bunda o'sha tadbirkorlik subyektlari faoliyatini tekshirilganda biznes ombudsmani harakat qiladi yoki o'sha yangi xizmat turlari haqida ma'lumot beriladi. Misol uchun aytadigan bo'lsam, mana bizga ko'rsatilyapti. Endilikda advice.uz portalida murojaat qoldirish hamda qo'ng'iroqni tekshirish yaratiladi deyapti. Ya'ni bunda biz o'sha haqida ma'lumot oladigan bo'lsak, batafsil joyini bosadigan bo'lsak, bizga batafsilroq ma'lumot beriladi va bu yerda ko'rilgan ko'rsatilgan ma'lumotlar bo'yicha biz bu yerda ism-sharifimizni, bu yerda elektron pochta manzilimizni yozib yuboradigan bo'lsak, yuborish bizga o'sha savollarimizga javob qaytariladi. Qisqacha b.advice.uz sayti haqida shu ma'lumotlar berildi. E'tiboringiz uchun rahmat.